Tradingda nomer 1 strategiya ikkinchi qismi. Xo'p, yuqorida tushuntirdim sizga, hech qaysi strategiya 100% holda ishlab bermaydi, lekin siz bo'lsa sohaga kiraman va sразу daromad olaman deb o'ylab o'tirasiz. Sodda qilib tushuntiraman, hech qachon shu o'rgangan strategiyalaringizni 100% qoidasiga amal qilmang. Misol uchun, agarning strategiya bo'ladimi yoki umuman aksiyalarni nazarda tutadigan yoki texnik analiz bo'ladimi, fundamental analiz bo'ladimi, doimo misol uchun strategiyangizda 10 ta sabab qilishingiz kerak bo'lsa, 10 ta tasdiq qilishingiz kerak bo'lsa, 10 tasi ishlab bergan holatda baribir aksiya yuravermaydi. Doim logikaga e'tibor bering. Siz tuzayotgan strategiyangizni, misol uchun, ko'rishingiz kerak bo'lgan sabablarni 10 tadan 7 tasi bo'lsa o'zi sotib olish kerak. Ba'zida tavakkal ham kerak bo'ladi. Doim qoidasiga tushib yuradigan bo'lsa, shu yuqorida tushuntirganimdek hamma foyda qilib ketgan bo'lardi. Ozgincha tavakkal ham kerak, ozgincha azart ham kerak bu sohada. Keyin nimadirdan qo'rqishingiz kerak emas. Mobodo siz yurmay qolgan holatda ham plyus 0 bo'lib qolmaydi hech qachon spotda ishlasangiz. Shuning uchun qo'rqmang, gazini bosing. Men shu vaqtgacha ustozlardan eshitganman, doim qoidasiga qarash kerak, boshqa qilish kerak. Yo'q. Men bu narsani 2 yildan beri isbotlab kelyapman. Doim qoidasiga tushmagan, lekin logikani to'g'ri bo'lgan fikrlarni, tahlillarni qilib foyda qilib kelyapman va bu narsani sizlarni ham oldinglarda isbotlab berishim mumkin. Profilim shapkasi Telegram kanalim bor, o'tib qilayotgan savdolarimni kuzatib turishingiz mumkin.